Eldor Shomurodov haqida tezkor yangilik. Turkiyaning Trabzonspor klubi Shomurodovga aloqaga chiqdi. Turkiyaning grand klublaridan biri Trabzonspor Shomurodov bilan transfer masalasi bo'yicha aloqaga chiqqan. Klub avgust oyida transfer qilgandan so'ng hujum chizig'ini kuchaytirishni maqsad qilgan. Shomurodovdan tashqari trabzonliklar Vlahovic, Nunes hamda Serdodlarni ham kuzatmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Shomurodov yangi klubga ko'chib o'tadimi? Fikringizni yozib qoldiring. Ispaniyaning grand klublaridan biri Barselona Ferran Torres transferidan 55 million yevro ishlamoqchi. Jamoa futbolchiga maoshini oshirmagan holda yangi shartnoma taklif qiladi. Agar u qabul qilmasa, sotuv bo'yicha harakatni boshlaydi. Real Madrid va Leypzig bugun yana Yan Diomande transferi bo'yicha muzokaralarni qayta boshladi. Kecha Leypzig klub direktori Diomande transferi to'liq yakunlanmaganini va kelishuv bo'lmaganini aytib o'tgan edi. Bir necha kunlik tanaffusdan so'ng har ikkala klub ham haftaning oxirigacha yakuniy kelishuvga erishishiga ishonch bildirishmoqda. Diomande ham Leypzig bilan mavsumoldi yig'iniga ketmadi. U shu hafta oxirigacha Real futbolchisi bo'lishiga ishonmoqda.